rahmatan lil alamin hukm farmon qildilar aytdiki, vorid bo'lmas, mariz inson sahih insonda oldiga kelmas. Marazhoy solid masalan. O'sha marazlikka sabab bo'lgan siroyat qiladi. Mariz inson yaxshi inson ustiga oriz bo'lib, buni ham nima qilmasin? Mariz qilmasin. Shu bizlarning dinimiz, bizlarning islomimiz, vallahi sizlarga men qasam ichib aytamanki, hech naziri to'g'ri dunyoga kelganmiz. Zarar o'zizga, zarar ilovaga, zarar bir do'stga hech qoyil emas bu din. Shunday bir dinki, payg'ambarimiz qat'i nazarda payg'ambarlar, hakimlar, tabiblar, hamma narsa bir donishmandniki nazir misollari dunyoga yo'q. Aytlarki, mariz inson sahih insonda bo'lgan, masalan, buni mariz değil, saroyat qilib mariz bo'lmas. Bu inoqaysan, bo'lmasa mariz bo'lmas. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه لو كان العقل لتغالى الناس في ثمره فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده عقله. حسن البصري رحمة الله عليه تعالى لو كان العقل اگر عقل انسان ساتنشتی بلسید اگر عقل مورد قیمت ساتو وارشتی بلسید لتغال الناس مردم بر برادر بس کنه رقابت عقل ساتو وارشتی بلسید علم تو ساتو وارشتی بلسید مردم بر برادر بس کنه رقابت کنه هل عجب ممن عجب تعجب آور کی ممن یشتری بیمار کی ویشه انسانی که ساتو وارده وز مالگه ممن یشتری ویشه انسانی که ساتو وارده وز عقلنه وز بدنini fasod qilayotganda sorumli bo'ladi. Joy ta'jib bor. Mundaram kada ta'jib bor shuniki o'zini nafsiga, badaniga foyda qilmayotgan narsalarni nima qiladi? Shuni o'ziga pul berib oladi. Pul berib shu narsalarni oladi. Xeyri ta'jib bor deydi. Xudovand musulmonlarga tavfiq bersinki, pullari sabab bo'lib, mollari sabab bo'lib o'zlarini gumrohga yerlagan ishlar emas. Hamma musulmonlar Xudovand tavfiq bersin.